He stands 158 centimeters tall, official weight 59 kilos, representing Rojo Extrematin do Brasil, Querido Cachao Machada! Hamilton'un yoshi 31'da, boyu 165 santimetr, vazni 59 kilo. Он мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по рукопашному бою, трехкратный чемпион мира по пинчак-силак, представляющий representing TKMMA, O'zbekiston afsonalar vodiysi Namangan! Aylanma! Aslida yurtimizda juda ham iqtidorlar ko'p. Ramazon Temirov, Sanjar Zakirov, Avazbek Xolmirzayev. Sanjar Zakirov biroz yuqoriroq emasmidi? Shu o'zimi? Kamronbek Ortiqov, Xolmurod Nurmatov. Juda ham iqtidorlar yetarli. Albatta. Darvoqe Kamronbek Ortiqov 12 fevral kuni jang qiladi Amerikada va aynan ushbu jangda g'alaba qozonsa, aynan Anvar Abdullayev Oktagon ligasi chempioni. Bizda ikkinchi raund boshlandi do'stlar. Eslatib o'tamiz. Furqatbek Yoqubov hamda Machado Nascimento 59 kilogramm vazn toifasida o'tkazib yubordi. Yudimkik, Rokiq Ko'rgan sari qizyapti jang. Jang surati oshib boryapti. Yashitdi oldi. Kapasi chiqib ketmadimi? Yo'q, menimcha. Ajoyib. Jang parterga ko'chdi, ketma-ket zarbalar. Oyoqqa tura oladimi Machado? Hozircha yo'q. Davom etyapti Yoqubov. Lekin turib olishga ham harakat qilyapti Machado. Yana bir tizza zarbasi ko'ramizmi? Yo'q. Mana bunda. Ajoyib zarba. Davom etadi bosim. Referi aralashadi, menimcha aralashadi. Ha do'stlar. Furqatbek Yoqubov texnik nokaut, ajoyib g'alaba. Ajoyib g'alaba Furqatbekdan. Mana takroriy lavhalar. Bu vaziyatdan tura oldi, mana bu haykik esa barchasiga yakun yasadi. Vazn qanchalik yengil bo'lmasin, zarbalar baribir og'ir.